Asl metal obunachilari, navbatdagi avtomatik pultlik darvozamiz Qirg'iziston Respublikasi Qorashuv shahriga o'rnatib berildi. Hurmatli obunachilar, bu avtomatik pultlik darvozamiz orqasida sensori bor, himoya vazifasini bajarib beradi. Oqamiz keldilar, sirazi sensorli nurlar kesilib, darvoza tepaga qaytib ketyapti, ko'ryapsizlar. Bu avtomatik pultlik darvozamizni pultlar ikkita bo'ladi. Biri oqamlada, biri manda 200 metrgacha masofadan ishlayveradi. Xizmatlar bo'lsa qo'shni respublika bo'ylab, vodiy bo'ylab ustanovka dastavka xizmatlari bor. Hurmatli asl metal obunachilari, bu xonadonimizga, fayzli xonadonimizga kilitkalarni ham o'rnatib berdik. Orqasidagi sensorlarning obzorini ko'rsatib beramiz. Hurmatli obunachilar, sensorlari chap tomonda, o'ng tomonda bo'ladi. Nurlar kesilganda avtomatik tepaga chiqib ketadi. Radio bloklari, motorlari 190 kilogrammli. Aloqaga chiqaverasizlar, mana orqasidan ham pastga tushirib obzorlarni ko'rsatib beramiz. Asl metal obunachilari, nomerlarni qoldiramiz. Xizmatlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar.